O'zbekiston fuqarolariga shoshilinch xabar. Barcha xabardor bo'lsin. O'zbekistonda qish tamom. Kuchli jazirama issiq ob-havo kirib kelmoqda. Fuqarolar tezda soyabonlaringizni qo'lingizga oling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. Havo harorati O'zbekistonda plus 40 darajagacha ko'tariladi. 6-8 may kunlari mamlakatimizga issiq va quruq ob-havo kirib keladi. Qizilqum cho'llarida havo harorati ushbu kunlarda plus 40 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Hafta boshidan va dam olish kunlari mintaqada yana kuchli jala hodisalari bo'lishi, ayrim hududlarni esa suv bosishi, sel suv hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Mutaxassislar may oyining 10 kunligida yana yomg'irlarga boy bo'lishini, shu tariqa o'tishini, ammo 10 kunligiga kelib esa quruq va issiq kunlar ko'p bo'lishiga ishora qilishmoqda, deyiladi ma'lumotda. Azizlar, videoroliklarimiz keng tarqalib, barcha fuqarolarga yetib borishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.